Assalomu alaykum, hurmatli bizni tinglab boruvchi obunachilarimiz, aka-ukalar, ota-onalar, hurmatli Begobod tumanimiz, Bo'ka tumanimiz, qo'shni Sirdaryo viloyati Shirin shahri, Boyovut tumani va qo'shni Tojikiston davlatining bizga Begobod tumaniga chegaradosh bo'lgan tumanlari aholisi va aka-ukalarimiz. Bugungi mavzuyimiz egizaklar mavzusiga bag'ishlanadi. Ya'ni egizaklar qachon tug'iladi? Egizaklar ko'proq egizaklar bo'lishi kimga bog'liq? Otagami yoki onagami? Qanday egizaklar mavjud bo'ladi? Ularning jinsi qanday bo'ladi? Mana shu temada bugun sizlar bilan suhbatlar olib boramiz va video lavhalar yetkazib beraman. Ma'lumki, inson organizmida hamma a'zolar, tizimlar, sistemalar mavjud bo'lib, har bitta a'zo o'z navbatida to'qimadan tashkil topgan. To'qimalar o'z navbatida hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar yana o'z navbatida juda ham murakkab sistema, murakkab holat bo'lib, mayda hujayraning qismlaridan iborat. Eng yakuni hujayraning eng o'rta markaz qismida yadrosi bo'ladi. Mana shu yadroning ichida tirik organizmni tashqi ko'rinishini, rangini, fe'l atvorini nasldan naslga, ya'ni avloddan avlodga o'tkazib beruvchi eng mayda tuzilmalari bo'ladi. Bular xromosomalar deyiladi, DNK deyiladi, gen deyiladi. Bu DNK, xromosoma va gen terminlari juda ham murakkab bo'lgani uchun oddiy aholimizga juda ham chuqurlashmagan holatda mana shu xromosoma, DNK va gen atamalarini shu holatda tushuntirib, ma'lumot berib boraman. Bundan chuqurlashib borsak, oddiy xalq buni tushunishga, qabul qilishga biroz qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun mana shu xromosoma, DNK, gen holatida tushuntirib boraman. Endi egizaklarni paydo bo'lishi qanday bo'ladi? Egizaklarni paydo bo'lishi har bitta odamni o'sha hujayrasida 23 juft, ya'ni 46 dona xromosoma bo'ladi. Xromosomalar har bir a'zoda, har bir hujayrada 23 juft, 46 dona. Mana shu 23-jufti, oxirgi jufti jinsiy hujayralarni saqlaydi. Ya'ni insonlarda, hayvonlarda farzand bo'lish paytida o'sha insonni tashqi ko'rinishi, rangi, sochlarining rangi, ko'zlarini, fe'l atvorini, ovozlarini mana tug'ilgandan keyin o'shalarni o'zida saqlab qolib, keyingi avlodga o'tkazib beradigan kalit, ya'ni juda ham kichkina kalit, qulf ma'nosini beradi desak ham bo'ladi. Ya'ni o'zida mana shu butun axborotni, ma'lumotni saqlaydi. Endi o'sha 23-juft
xromosomalar jinsiy hujayralarda 23 donadan bo'ladi. Ya'ni 23 juft emas, 23 dona tog' sonda. Ayollarda oxirgi 23 hujayrasi, xromosomasi X shaklda butun dunyo mana shu X holatiga belgilagan, kelishilgan. Erkaklarda esa 23 juft urug' hujayralar, ular ham 23 dona, 23 tog' holatda bo'ladi-da, u Y shaklida belgilanadi. Ya'ni butun dunyo ajralib, bir-biridan ajratib, aniq tushuntirishlar olib borish uchun mana shunday to'xtamga kelishilgan. Buni yana o'z tarixi bor, chuqurlashtirilgan. Uni ham keyingi ma'ruzalarimizda tushuntirib boramiz. Endi ayollardagi 23 dona xromosoma jinsiy a'zo, ya'ni ayollarda tuxum hujayra hisoblanadi. Erkaklarda urug' hujayra 23 dona tog' sonda ayollar, 23 tog' sonda erkaklarda hujayralari, xromosomalari deymiz, xromosomalar. Endi o'sha hozir chizma shaklida qog'ozda chizilgan holatda ko'rsatib boraman. Hozir og'zaki tushuntirib o'taman. O'sha 23 oxirgi xromosoma X xromosoma erkaklardagi 23 tog' sondagi Y xromosoma bilan qo'shilsa, biriksa, XY hosil bo'ladi. Mana shu XY degani o'g'il bola jinsiga mansub bo'ladi. Agar ayoldagi X xromosoma erkaklarning X xromosomasi bilan biriksa, ikkita X paydo bo'ladi. Bu degani XX degani ayol jinsiga mansub xromosoma degani. Hozir chizma ravishda mana shularni ko'rsatib o'taman.